Dadaxon Hasanovda ikkita yurak bor. Biri o'zi uchun ursa deydi, ikkinchisi vatan uchun yonadi deydi. Siz xalqim deysiz, xalqni tarafini olasiz, sizni taniydi hamma, sevadi. Lekin boshda muammo ko'p, o'z zo'rg'a yuribmiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berishdagi sa'y-harakatlaringiz. Har qadamda mendan so'rashadi, nega sen qamalmagansan haligacha? Men aytaman, shu qamalsam qolganda, qamalib ketsam shunda birovni bir joyi qonadimi shu? Bir she'rga munosib kuy bastalash jarayonlari qanday kechgan? Bularda qo'shiqlarda katta bo'ldik biz. Kechagina voy Dadaxon Hasanov ovozdan ingichka bo'lgan ekan, eshitgansizlar. Xalq yaxshi ko'rib eshitgan o'sha paytda deyapman. Dadaxon Hasanovni siyosiy qo'shiqlar aytishiga nima majbur qilgan deb o'ylaysiz? xalqni tarafini olsangiz muxolifat bo'lasiz. Sizni yomon ko'radi. Mustaqillikni chorlashda, mustaqillikka zamin yaratishda Dadaxon Hasanga teng keladigan odam juda kam bo'lgan. Odamga, millatga, yurtga mustaqillikni, erkni, odamga odamiylikni targ'ib qildi va chorladi. Shunchaki bitta qo'shiqchi emas bu kishi. Bu kishi qaysidir ma'noda millatning chorlovchisi, millatning vijdoni deyish mumkin. Xalq deng hamisha.